Demak, bugungi suhbatimiz zakot, fitr sadaqa to'g'risida bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, birodarlar, har yil Ramazon oylari kelganida ko'pchilik insonlar mana shu oylarda xayr-e ehson, yaxshi amallarni qilishlikka ko'proq rag'bat qilamiz. Sababi bu bizga Nabiy alayhisolatu vassalomdan sunnat amal hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlari o'ta saxovatli kishi edilar. Lekin u kishining sahiyliklari Ramazon kelganida Jabroilga Qur'onni tilovat qilib berar ekanlar, o'tkazib berar ekanlar. U kishining saxovatlari oshib ketib, esayotgan shamoldan-da ko'ra sahiyroq bo'lib ketar ekanlar. Qachon? Ramazon oyi kelganida. Aslida-ku bu zakot moliyaviy ibodat. Bir insonni Alloh taboraka va taolo, demak, o'sha 85 gram tillo miqdorida qo'lida nisobi bo'lsa, bugungi kunda O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi fatvo hay'ati 1 gram tilloni bozorga qiymatini hisoblab turib, bugun 85 gram tilloni qiymati zakotni nisobi 100 millionda belgilandi. 100 million so'mda belgilandi. Mana shundan 2,5%, 40 dan birini kambag'al, faqirlarning haqqi deb hisobladi. Buyurgan nisob mana shu. Mana shu narsalarni Alloh taboraka taolo tasarruf qilishini aytgan. Bu narsa aslida o'sha demak zakot beruvchi odam, boy odam, saxovatli bo'lgan odam bu zakotini Ramazondan boshqa paytlarda bersa ham bo'ladi. Ya'ni boshqa paytlarda, boshqa oylarda bersa ham bo'ladi. 1 yil nisob sobit bo'lsa sharti mana shu. Lekin biz Ramazoni sharif oylarini 30 kuniga mo'ljallab turib mana shu zakotlarni berishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki odam bolalarning amallari birdan 700 barobargacha ajri ko'paytirilib belgilganligi uchun Ramazon oyida berishga harakat qilamiz. Sababi mana shu. Ya'ni ajr, savob ko'p bo'lsin degan ma'noda. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda demak 28 ta o'rinda namoz bilan zakotni yonma-yon zikr qilishligi zakot oddiy ibodat emas. Oddiy xayr-e ehson emas. Ba'zi odamlarda shunaqa tushuncha bor ekan. Zakotda endi olamiz, shu molimdan masalan xohlagancha, ya'ni o'zim xohlaganicha bir qismini chiqarib beraman-da, shu narsani shunday bir kambag'alga yoki bitta yarimtaga berib qo'ysam, shu zakot bo'ladi degan o'y bor ekan. Aslida zakot bunaqa narsa emas. Zakot moliyaviy muhim bo'lgan ibodatdan bittasi. Ya'ni bu ibodat. Oddiygina bir har doim kulli berib yuradigan 50 ming so'm, 100 ming so'm ehsonimizga o'xshagan ehson emas bu. Buni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 28 ta o'rinda alohida zikr qilgan va buni muhimligini bizga bayonini bergan. Ya'ni har qachonga beradigan ehson va sadaqatimizga o'xshagan narsa emas. Ya'ni bu zakot muhim ibodat hisoblanadi. Buni berayotganda kimga berishingizni Alloh taolo ta'kidlab bergan, dinimiz, shariatimiz kimga berishini ko'rsatgan, berayotganda qanday odob bilan berishini ko'rsatgan, oluvchi odamning o'rni haqqi qanaqa bo'lishligini belgilab bergan. Masalan, sadaqa beradigan odam muhtojlar bir odamga topib turib, masalan, mana deb berib yorsa, masalan, u sadaqat bo'ladigan bo'lsa, zakotda bu narsalar bo'lmaydi. Zakotda o'sha odamni faqir bo'lishligi, musulmon bo'lishligi, muhtoj bo'lishligi, sudxo'rdan pul olmagan bo'lishligi, kreditga pul olmagan bo'lishligi va mana shunga o'xshagan bir qancha shartlar topilishligi kerak bo'ladi. Uni xohlagan odamga chiqib turib, "Men zakotni nima deb berib keta olmaysiz." U zakotni berishlik uchun o'ziga yarasha muhim qoida va omillar bor. Ya'ni bu narsa ibodat hisoblanadi. Ya'ni jiddiy qarashlik kerak bu narsaga. Ya'ni har doim berib yuradigan sadaqatimizga o'xshagan narsa emas. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda buning o'rnini alohida zikr qilib, "Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ularning mol mulklaridan u sababli ularni poklashingiz va tozalashingiz uchun sadaqa oling deyapti. Ya'ni zakot berayotgan odam nima uchun zakot beradi? O'zi bir o'ylab ko'raylik, birodarlar. Birovga 1 so'm pul yonidan qiyirib berish hozir osonmi? Hammamiz ham pul topayapmiz, to'g'rimi? Tirikchilik qilyapmiz. Kimdir kirakash, kimdir tadbirkor, kimdir tijoratchi, kimdir savdogar, kimdir o'qituvchi. Hammaning o'ziga yarasha kasbi bor, hammaning ishi bor. Lekin bir odamga hech narsasiz, oilasidan, bola chaqasidan, kulli tashvishlardan qiyib turib bir narsani nima deb berishlik uchun insonda qancha himmat bo'lishlik kerak? Qancha iymon bo'lishlik kerak? Ol deb berishlik uchun. Bu hazilgam narsa emas. Ana endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zakotni asl mohiyatini bizga aytayaptiki, biz mana shu berayotgan zakotimiz ana shu qilayotgan tijoratimizdagi nopok narsalar aralashib qolgan bo'lsa, har xil qasamlar bilan yolg'on gaplar aralashib qolgan bo'lsa, molimizga biror bir zarar yetadigan, zahmat yetadigan gaplarni gapirib qo'ygan bo'lsak, mana shu beradigan zakotimiz mana shu narsalarni tozalab ketadigan tozalovchi vosita. Endi qo'pol qilib bo'lsa ham aytamizda, bu zakot molning eng kir iflos joyi hisoblanadi. Aslida bu eshitilishiga quloq yoqimsiz, lekin umumiy qoidada mana shu. Ya'ni zakot molning eng iflos joyi. Shu iflos joyini shunday olasiz,
Shunday olasiz, birovga berasiz, molingiz pok bo'ladi. Bu oluvchi odamlarga og'ir botmasin. Ya'ni biz umumiy holatda aytmoqchi bo'lgan narsamizki, bu zakot o'zi chirkin narsa. Ana shu narsani demak aralashtirib moliga yeb yurishlik bu yaxshi emas. Ba'zi odamlar aytishi mumkin-da, endi nima endi biz shuncha pul topib, tijorat qilib, kasb-kor qilib, mehnat qilib, yana shu topgan pulimizdan ham shuncha pul beramizmi zakot desa berasiz. U agar siz ming harakat qilsangiz, ming zo'r bir tadbirlarni qilib qo'ysangiz, Alloh taolo sizga bermasa, sizning harakatingiz va tadbirlaringizni hech qanday foydasi yo'q. To'g'rimi? Mehnatga qarab odamlarga rizq bichilmaydi-ku. Alloh taolo rizqni, nasibani peshonaga yozgan bo'ladi. Ana shu peshonaga yozgandan ortiqcha narsani hech kim yemaydi. Bir odamni ko'rishingiz mumkin. Bir inson hayotida qiladigan boy bo'lish uchun hamma harakat qilib ko'rgan bo'lishi mumkin. Hamma narsa qilib ko'rdi. Tijorat ham qilib ko'rgan bo'lishi mumkin. 24/7 ishlashi mumkin, masalan, qo'pol qo'yadigan bo'lsa. Tinmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu odam boy bo'ladimi? Alloh bergan odam boy bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo mulkni o'zi xohlagan bandalariga beradi. Mana shu odamlar boy bo'ladi. Ana shuning uchun masalan bu mol topayotgan odamlar molimni hisoblasam buncha katta pul bo'lib ketar ekan. Endi biz 100 million deyotganimiz bu eng kam miqdorida. Eng pasti mana shu, nisob mana shu. Undan yuqori bo'lgan odam shunga qarab ketaveradi hisoblab. Million dollar pul aylantiradigan odamlarning hayoli buzilib qolishligi mumkin. Bu 1 million dollardan qancha bo'lib ketadi zakotim? Aslida Alloh subhanahu va taolo ana shu zakotni 40 dan 1-ni deganda, 40 dan 10-ni demagan. Yoki yarmini berasan demagan. Alloh taolo Qur'oni Karimda buni yarmini berasan desa ham bo'lar edi. Alloh taolo buni bandasini nafsini bilganligi uchun, bandasini qanday holatda bo'lganligi, kayfiyatini bilganligi uchun 40 dan 1-ni deyapti. 2,5% gina zakotini bergin deyapti. Qachon? Har oyda deyaptimi? Har kunda yo har hafta deyaptimi? Bir yilda bir marotaba berasan, shu bilan moling pok bo'ladi deyapti. Bu Alloh taoloning bandalariga nisbatan mehribonligi. Endi shuni ham bir amallar bermaslikka harakat qiladigan kishilar bor. Qarzlarga kirib olishadi. Sun'iy ravishda qarzlarga kirib olgan odamlar bor. Sun'iy ravishda kirib oladi. Ansa men deydi endi zakot bermasam ham bo'lar ekan molimdan. Nimaga desa, shuncha qarzim bor, zakot beramanmi deydi. Asli shu оборотda aylantirib turgan pulingizni shunday olib qarzingizni yopasizmi, yopiladimi desa, yo'q, yopmayman, endi bu yurib turgan ish, lekin bu yerda qarzim ham bor desa, shariat aytadiki, o'sha оборотdagi puldan zakotingni chiqarib beraverasan. Nisobini chiqarib beraverasan, bu yo'qdagi qarzingni ham yopaverasan. Agar yo'q, unga rozi emasman desang, bu yoqda оборотdagi pulingni shunday olganda, shunday qarzingni yop bo'ldi. Pulingda hech narsa qolmasa, shariat sendan hech narsa so'ramaydi. Zakot ber demaydi. Odatda biz unaqa qilmaymiz. Sababi bugungi kunimizdagi moliyaviy holatimizning juda ko'pgina qismi tijoratimizda, boshqa ishlarimizda qarz asosiga tuzilgan, to'g'rimi? Bir hammada masalan bir odam do'konga borsa, mahsulotchi bo'lib, olaylik masalan bir pechenye ishlab chiqaradigan bo'lsa, pechenye mahsulotini ko'tarib boradi-da, do'konga taklif beradi. Mana shu pechenye shuncha narxdan mana shunaqa olasizmi desa, do'konchilarning 99% adashmasam aytadiki, "Xo'p, bizga deydi qancha deydi, ostatga deydi, ya'ni qoldiq tashab berasiz" deydi. Naqdga olmaydi. Tashab berasiz. Bir 20 millionlik, 30 ming yoki 100 ming dollarlik, 1 million dollargacha odamlar nasib berishligi mumkin. Ha? Qarasangiz hamma yoq qarz. Agar endi farazan o'ylasakki, qarzi bor odam zakot bermaydi desak, hech kim zakot bermaslik kerak-da. Men qarzim bor deydi, unga aytsangiz bu. Demak, unaqa emas. Shariat aytadiki, agar qarzingni yopib borsang, o'sha ishlatib turgan оборотdagi pulingni qarzingni olib shunday yopib, qo'lingda hech narsa qolmasa, zakot yo'q deydi. Lekin uni yopmayapsanmi, aylantirib turibsanmi, buni ixtiyoriy ravishda olib turib qilyapsanmi? Demak, bu zakotni nima qilish kerak? To'lab berishlik kerak bo'ladi. Bugun masalan, ba'zi bir boylarimiz ham o'zlarini masalan uyda mashinalari bo'lsa ham, yana 2-3 ta mashinlarni ijaraga olib minishadi. Naqdga olsa ham bo'ladi, nasiya savdo qilmasdan. Lekin ijaraga olishlik ular uchun qulayroq. Ya'ni bir muddatda shunday bir 50 ming dollar mashinaga olib sotib olgandan ko'ra, uni har oyda 1000 dollardan to'lab berishlik yaxshi. Lekin mana shu qilayotgan ishi uni zakotdan to'sib qo'ymaydi. Ya'ni shunaqa qarz bo'lganligi uchun zakot bermayman deya olmaydi. Ba'zi o'rinlarda e'tibor bersak, o'sha zakot masalasida ko'pchiliklarimiz biroz o'yga cholamizda, ya'ni buni holat qanaqa bo'ladi, beramizmi, bermaymizmi deydi. Mana ichimizda shunday bir holatdagi kishilar bor, hammamizga ma'lum, aytamizki, eski boylar bor ekan deymiz. Mana biz aytamizki, falonchi odam shu eski boy deymiz. Buni otasi ham boy bo'lgan, uni otasi ham boy bo'lgan, mana hozir o'zi ham boy, nabiralari ham mana boy bo'lib yashayapti. Shuni ulamolar aytibdiki, ana shunday insonlarning ibodatda sobit qadamligini ham ko'rsangiz, bilingki,
ana shu eski boylar nima uchun eski boy desa, o'sha ota-onasi aqlni tanib, shariatni bilgandan beri molni zakotini berib keladi-da. Eski boyligini sababi mana shu. Aqlini tanib, shariatni bilganligidan o'sha eski qadimdan ota bobosi boshlab ketgan, uyda tarbiya ham xuddi shunaqa bo'lgan. Molimiz mana shuncha, buni nisobini berishlik kerak degan, mana shu qoidaga amal qilganligi uchun u hali ham eski boy bo'lib yuribdi-da. Alloh taolo uni moliga nima qilmadi? Zahmat, zarar yetkazmadi. Endi shunday odamlar bor, shunday lov o'tadi-da, shunday bir yaraqlaydi, puf etadi, o'chadi. Bor bu tanish holat ichimizda. Birdaniga bir odamni ko'rasiz, hech narsa istasa qo'lda dunyo aylanib qoladi. Juda katta pul aylanib qoladi. Ana shu aylanib qolganda shu odamlar zakotini berib yuborguncha, bu pulni men ishlab topguncha o'zi bo'ldimi, u bo'ldimi, bu bo'ldimi, nega berishim kerak deydi. Alloh taolo uni molini sekundda yo'qqa aylantiradi, yo'qqa chiqaradi. Shunday yonadi, lovullab puf etib o'chadi. Ana shuning uchun eski boylar deganda, ana shu eski boylarni ko'pini holatda bir o'rganadigan bo'lsangiz, shu ota bobosi shu moliga doim zakotini berib, pulni halollab yurgan. Ana shuning uchun molida baraka bo'lgan, yaxshilik bo'lgan, faqirlik ko'rmagan. Ba'zi odamlar aytishi mumkin-da, endi dunyo berilgan odamlarning hammasi ham baxtli emas. Bu dunyo ham insonlarga yaxshilik olib kelavermaydi. Namchi bu boylarni maqtab gapirilaveradi deyilsa, biz unaqa demaymiz. Nabiy alayhisolatu vasallamning duolari bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam umrlari mobaynida doimo shirkdan va faqirlikdan panoh so'rab yurganlar. Doimo. Shuningda, ya'ni shirkdan, ya'ni Alloh taologa shirk keltirishlikdan, dindan chiqib ketib qolishlikdan va faqirlikdan doimo panoh so'rab yurganlar. Bu nima degani? Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, solih odamning qo'lidagi mol qandoq ham yaxshi deganlar. Agar u solih bo'lsa, Allohni tanigan bo'lsa, Xudodan qo'rqadigan bo'lsa, dini diyonatni bilsa, halol haromni farqiga borsa, uni qo'lida dunyoni bo'lishligi qandoq ham yaxshi. Odamlarga ihson qiladi, silay rahmni o'rniga qo'yadi, yaxshiliklarni ziyoda qiladi, masjidlar quradi, madrasa quradi, maktab quradi. Tom ma'noda hamma yaxshiliklarning ustida bo'ladi. Endi zakotni qasddan bermay kechiktirib yurgan odamni hattoki guvohligi qabul emas. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dunyodan o'tganlardan keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifalik rutbasiga chiqdilar. U kishi xalifa bo'lganlarida ba'zi musulmonlar zakot berishlikdan bo'yin tovlab qolishdi. Aytishdiki, biz bu molimizni zakotini faqat Nabiy sollallohu alayhi va sallamga berardik. Endi Rasululloh yo'qlar, biz bulardan keyingi xalifatlarga zakotlarimizni bermaymiz. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yosh, quvvatli bo'lgan musulmonlardan bir necha qo'shinlarni, sariyalarni alohida qildilarda, ana shu zakotni bermayman deydigan musulmonlarning ustiga yurish qildilar. Shunda Hazrati Umar roziyallohu anhu u kishiga e'tiroz bildirib, ey mu'minlarning amiri, ey Rasulullohning xalifasi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam urush, jang faqatgina musulmonlar la ilaha illalloh deb mana shu kalimani ostiga jamlanguncha bo'ladi deganlar. Siz bularga urush qilasizmi? Axir bular musulmon-ku deganda Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilarki, agar bular zakotni yo'qqa chiqarishar ekan, ya'ni Allohning dinidagi belgilab qo'yilgan farz amalni yo'qqa chiqarishar ekan, hattoki ularning qo'lida bir dona uloqcha qolsa ham zakotdan bularga jang qilaman dedilar. Ya'ni bu shariatning qoidasi mana shu edi. Shariy jihatdan qoida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zakotni bayonini qildi, farz qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida bayon qilindi. Endi buni kesishlikka hech kimning haqqi yo'q. Chunki bu Robbul alamindan nozil bo'lgan narsa edi. Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu fiqhlari shu ediki, demak kim mana shu narsani yo'qqa chiqarayotgan bo'lsa, ya'ni dinni bir shariatni islomdagi asosiy rukunlardan bittasi bo'lgan zakotni chiqarayotgan bo'lsa, buni man qilishlikka hech kimning haqqi yo'q, chunki Alloh taolo buni belgilab qo'ygan narsa. Ular nima deydi? Biz namozni o'qib yuraveramiz, lekin zakotni bermaymiz deyshuvdi. Alloh taoloning haqqini zoya qilasizlarmi dedilarda, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ana shu qo'shindan sariya qilib, ana shu qavmlarga nisbatan urush qildilar. Ya'ni shariatning qoidasi mana shu. Zakot ana shunday, demak, e'tiborli narsa. Buni hali bo'lsa bo'lar, bo'lmasa yo'q tashab qo'yadigan narsa emas. Endi hozir bizning kunimizda ba'zi insonlar bor ekan, bu gapiraveradi bu domlalarning. Bu gapiraveradi shariat deb gapirayotganlari. Nima zakot berishimiz kerak? 50 dollar 100 rubl berib qo'ysang ehsonga bo'ldi-da. Nima bu zakot? deydigan kishilar bor ekan. Nauzubillah. Agar bir kishiki Alloh saqlasin aytsaki, bu zakotni kimdir, masalan, mayli bir ahli ilmlar gapiradi bu masalan. Imom domlalar bekorni aytibdi. Bu zakot aslida bor yo'q narsalarni kim ko'ribdi, kim bilibdi? Bu narsaga biz nima qilmaymiz deydigan bo'lsa, ya'ni farz bo'lgan narsani inkor qiladigan bo'lsa, Alloh saqlasin, bu dindan chiqib kofir bo'lib ketadi. Shu bilan musulmonlikka qolmaydi u odamni.
Ana shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Bir masalani shar'iy jihatdan yoritayotganda ehtiyot bo'lishlik kerak. Bo'lishi mumkin, fosiq musulmon bo'lishi mumkin. To'g'ri, shunaqayu, lekin molimni yaxshi ko'rib bermayman desa, u fosiq. Biz unga aytamizki, Alloh subhanahu va taolo molining zakotini bermaydiganlarga Nabiy alayhi salatu vassalomning va'idlari bor. Qiyomat kunida zakotini bermaganlarga Alloh taolo ikki ko'zli ilonni yuboradi. Ya'ni shu zakoti aslida uni moli mana shunday bir ko'rinishda keladi va uni ikki iyagidan, mana shu chakagidan siqib oladi. Men seni dunyoda bermaganman, zakotingman deydi. Mana shu. Bularga va'id mana shu. Moli mulkini bermaganlar, moli mulkini ana shunday zakotini man qilgan insonlarni qiyomat kunida ana shunday alamli azob kutib turadi. Ana shuning uchun birodarlar, bu zakot bir yilda bir marta beriladigan narsa. To'g'ri, pul jigardan bo'lgan, jonimizdan chiqib ketadi, lekin Allohning haqqi, faqirlarning haqqi, Allohning talabi mana shu, buni ado etishlik kerak. Bir necha juma oldin shu narsani tushuntirishga harakat qildik. Zakotga bog'liq emas edi-yu, lekin shunga yaqinroq narsa edi. Makka Madinada xurmo ekishlik avjiga chiqib ketdi bilsanglar. Yetimlarga sadaqat qilishdik yoki mana shunga o'xshagan narsalarni. Biz Makka Madinani eng muqaddas zamin ekanligi, yer yuzida eng yaxshi maskan ekanligini hammamiz bilamiz. Hech kim buni e'tirof etmaydi. Lekin bir narsa borki, bu ham bir o'zi aslida achchiq haqiqatda. Saudiya hukumatı bu yetimlar uchun, bu tolibi ilmlar uchun ajratib qo'ygan vaqflari juda ham katta. Juda ham katta va bu davlatlar dunyoda yetakchi boy bo'lgan davlatlarga kiradi. Hammamizga ma'lum, nefti dunyoda birinchi o'rinda turadi, ko'pligi bo'yicha. Xalqi ham juda boy yashaydi. Ishlamayotganlari bo'lsa, u dangasalar. Mehnat qilmaydiganlar dangasalar. Ishlaganlar juda katta mol mulk orttiradi. Mayli. Bizning xalqimiz muxlis bo'lganligi uchun, sodda bo'lganligi uchun shunaqa chaqiriqlar bo'lyapti. Biz o'zimiz oldimizga ham bir necha marta odamlar kelishdi. Qo'liga mana shunaqa joylar bor ekan. Mana shunaqa joylarga xayr ehson qilsak nima bo'ladi degan masalani ko'tarib kelishyapti. Men aytaman, yaxshi. Berishlik kerakdir, mayli. Lekin o'zimizda hozir qancha faqir odamlar bor. To'g'rimi? Gazini, svetini to'la olmayotgan hattoki. Biz eng pastini olyapmiz. Gazini, svetini to'la olmayotganlar bor. Qancha qarzdorlar bor. Gazga, svetga pul to'la olmayapti. Uyini bir devorini to'g'rilab qo'ya olmayotgan qancha faqir insonlar bor. Qorni to'yib go'sht yemayotgan qancha faqir insonlar bor. Qancha yetim yesirlar bor. Mana biz o'zimiz Toshkent viloyati Toshkent shahardan 1000 nafarga yaqin yetim xonadonga qaraymiz. Bundan tashqari 1000 nafarga yaqin kambag'al bo'lgan, ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan xonadonlarga qarayapmiz. Beringlar zakot mana shu joylarga. Ko'zinglar bilan ko'rasizlar, bilasizlar, oldinglarda vatandoshlar, xalq bu, mana shu millatniki, to'g'rimi? Ulamolar aytayapti-ku, mana o'zini yurtida faqir miskin bo'lib turib, uni boshqa yurtga chiqarishlik makruh degani. Uni karohiyati bor degani. Bularga bermaymiz. Bugun zamonni qanaqaligini hammamiz yaxshi bilib turibmiz. Qo'ni-qo'shnimizning ahvolini yaxshi bilamiz, to'g'rimi? Qavm qarindoshimizning ahvolini yaxshi bilamiz. Qancha ichimizda qiynalgan odamlar bor. Bu dinni, shariatning go'zalligini qarangki, bu zakotingni olib beganaga bergin nima aytibdi? Zakotingni olib aka-ukangga bergin deyapsiz, opa-singlingga bergin deyapsiz, jiyanlaringga bergin deyapsiz, jigarlaringga bergin, oshna og'ayni, yor birodaringga bergin deyapsiz, to'g'rimi? Bularning ichida haqiqatan muhtoji bo'lsa, haqdori bo'ladigan bo'lsa, mana shularga berishlik kerakmi? Pulni ko'tarib tolibimga falon joyda, falon yerda talabalar o'qiyotgan ekan, pul olib berish kerak, falon joyga falon narsa qilishlik kerak deyapsiz. Siz uni ko'rmaysiz ham, bilmaysiz ham, u qayerga borib tushganini ham bilmaysiz, nima qilayotganini ham. Eng yomon tomoni, birodarlar, biz jonimiz achishib ketadigan joyi mana shu-da. Eng yomon tomoni mana shu. Pulingizda qayerga borayotganini siz aniq bilmaysiz. Aniq bilmaysizki, ko'rmagansiz. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turgan, sinalgan joyga, surishtirilgan joyga bermaysizmi? Mana har yil Ramazon kelganimizda keldi Ramazon boshlanadi. Haligi faqirlar boshlanishadi. Haligi bir toifa bor. Shu Ramazongacha qarz bo'lib oladi-da. Ramazondan oldin, Ramazondan keyin qarz bo'lsa hech kim ularga pul bermaydi-da. Shu Ramazongacha qarz bo'lib, qarzdorligini doimo pesh qilaveradi. Mana shu Ramazon kelganda. Men dedi, "Men buncha qarzim bor" dedi, "Falon narsam bor" dedi, "Shunga dedi zakot olib to'lamasam bo'lmaydi" dedi. Falon narsaga falon narsa olib qo'ydim dedi, "Shunga zakot to'lamasam bo'lmaydi" dedi. Falon ishni falon. Bu odamlarga hayron qolasizki, bular zakotxo'r odamlar. Har yili bir xil holat, bir xil tema hech chiqib keta olmaydi. Bir odam nisob beryapti. Bir yilga masalan, oldingi yil 3000 4000 dollar atrofida nisob bo'lsa, bir odamga qancha zakot bersa bo'ladi o'zi domla desangiz, agar birovdan qarzi bo'lmasdan o'zi shunday bir muhtojlik holatda bo'ladigan bo'lsa, bir nisobgacha pul bera olasiz. Mana endi bu yil masalan bir nisob qancha? 100 million bo'ldimi? Bir odamga 100 million so'm pul berib, mana shu deb shu odamni oyoqqa turg'izib qo'ya olasiz. Bo'ldi, tamom. Undan ortiq pul bera olmaysiz. Lekin bir odam agar qarzdor bo'lib, haqiqatan qarz bo'lsa,
O qarzdorligi birodarlar, hali davlatdan kredit olgan bo'lsa, sudxo'rdan pul olgan bo'lsa emas, shuni zakot beradiganlar, zakot tarqatmoqchi bo'lganlarga shu chaqiriqni yetkazib qo'yinglar, ikki quloqga quyib olsin. Kreditga pul olgan odamlarga, sudxo'rlardan pul bergan odamlarga bergan zakot qabul emas. Buni zakoti soqit bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. Bugun zakot oladiganlar shu darajada ayyor bo'lib ketdiki, biz boryapmiz, o'rganyapmiz, ba'zi bir holatda yordam so'rab keladi, zakot nimangiz bormi? Davlatdan kredit olganmisiz desa, yo'q, kreditim yo'q, qarzim bor deb turadi. Shu darajada ayyor bo'lib ketdi-da bular. O'sha zakot bermoqchi bo'lgan odamlar biroz fikrni o'zgartiringlar. Bu o'rinda yolg'on gapirsa ham bo'ladi. Siz boringda, shunaqa muhtoj odamni kimdir sizga dareylasa, kimdir sizga aytsa-ki, falonchi odam muhtoj ekan, falonchi odam yordamga shunaqa zakotga muhtoj ekan desa, siz borib turib undan krediting bormi, yo'qmi deb so'ramang. Siz aytingki, opa yoki singil yoki aka yoki uka, mabodo davlatdan krediting bo'lsa to'lab bermoqchiman desangiz, u ma'lum qiladi, ochiladi. Ha, 10 million pul olganmiz telefonga, 20 million pul olganmiz falonchiga, TBCdan 50 million qarzimiz bor deydi. Bo'ldi, maslahat qilamiz deysizda, pulni bermasdan qaytib chiqib ketaverasiz. Chunki bularga berishingiz bilan zakot soqit bo'lmaydi, birodarlar. Ha, beraveringlar. Qarzdor bilan kreditor o'rtasidagi farq juda katta, sudxo'r bilan. Ularga zakot berib bo'lmaydi. Ba'zi odamlar o'zini qavmi qarindosh, aka-uka birodari bir shunaqa mushkulga kirib qoladigan bo'lsa, kelyapsizda, aka-ukani shu yo'ldan chiqarib yuborsam bo'ladimi deyapti. Yo'ldan chiqarib yuboring, lekin zakotdan bera olmaysiz. O'z yonidan qanaqadir ehson qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat beravering. Lekin zakotni berib chiqib keta olmaysiz. Zakotni o'sha yetim yesirga, beva bechoraga, miskinga, eng haqdor bo'lgan kishilarga birinchi zakot beriladi. Undan ortsa boshqalarga. Diyonatan biz aytayapmiz-ku, zakot berayotgan odam zakot berayotganda oldida 4 ta 5 ta variant qilib qo'yamiz, shunaqa nomzodlar bo'ladigan bo'lsa, shularni ichida tender qilsin. Ya'ni tender degani qarab turib, o'rganib turib, shularni eng muhtojiga bersin. Bittasini mashinasi bor ekan, lekin zakotga muhtoj ekan. Bunisini mashinasi yo'q, zakotga muhtoj, kambag'al, shunga bersin birinchi. Agar undan ortib qoladigan bo'lsa, mayli kambag'al bo'lsa ham bunga beradi. Lekin o'sha berayotganda eng birinchi o'rinda haqdorlarga berishlikka azizlar harakat qilishligimiz kerak. Mana davlatimiz rahbari tomonidan ham kecha xabarlar bor. Demak, Ramazon oyi mehr, muruvvat, ahillik, saxovat oyi deb e'lon qilindi. 1 trilliondan oshiqroq o'sha kambag'al qatlam uchun pullar ajratib berildi. Buning ichida ahli ilmlar, boshqa kishilar, faqir fuqarolarga mana shu pullar tarqatib berilyapti. Bu ham bir Ramazonda katta hech yilda bo'lmagan narsada. Bu shu davlatimiz mustaqil bo'lgandan beri hali bunaqasi bo'lmagan edi. Bu inshaalloh birinchi yili mana shunday xayriya, mana shunday yaxshilar amalga oshirilyapti. Alloh taolo o'zi buni qabul aylasin. Xo'p, O'zbekiston Musulmonlar idorasi Fatvo markazining milodiy 2026-hijriy 1447-yilga Ramazon oyi uchun zakot nisobi, fitr sadaqasi va fidya miqdori bo'yicha qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Musulmonlari idorasi Fatvo markazi bu yilgi Ramazon oyi uchun zakot nisobini 85 gram 585 probali tillarning qiymatidan kelib chiqib 100 million so'mni belgiladi. Demak, 100 million eng kami. Shunga ko'ra, kamida 85 gram tilla yoki 100 million so'm pul mablag'i yoki ushbu qiymatdagi tijorat moli bo'lgan kishi jami mablag'ining 40 dan biri 2,5% ni zakot niyatida kambag'allarga berishi farzdir. Shuningdek, fitr sadaqaning miqdori quyidagicha belgilandi. 2 kilo bug'doy yoki uning qiymati 10 ming so'm, 2 kilo bug'doy yoki uning qiymati 12 ming so'm, 4 kilo arpa yoki uning qiymati 20 ming so'm, 2 kilo mayiz yoki uning qiymati 110 ming so'm, 4 kilo xurmo yoki uning qiymati 200 ming so'm deb belgilandi. Fitr sadaqa to'g'risida, fidya to'g'risida biroz mulohazamiz bor, vaqtimiz bor ekan. Ba'zi kishilar ana shu fitr sadaqotlarni, o'zi fitr sadaqa nimaligini tushunib olishimiz kerak. Fitr sadaqa bilan fidyani ko'pchilik yanishtiradi. Fitr sadaqa biz bir oy muddatda tutayotgan ro'zamizni oxirida shu ro'zamizni ichida qandaydir bir xatoliklar qilib qo'ygan bo'lsak, birovni so'kib qo'ygan bo'lsak, birovni bir dilini otib qo'ygan bo'lsak, yoki qanaqadir bir kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, mana shu kamchiliklarni yuvadigan narsa fitr sadaqa bo'ladi. Shu molimizdan chiqarib turib beramiz. Bu yerda endi eng kamini berishibdi 10 ming so'm deb turib, masalan bir odam o'zini ixtiyordan kelib chiqib turib bersa, 50 ming so'm bersa ham bo'ladi, bir odam uchun 100 ming so'm bersa ham bo'ladi, buni berishlik kerak. Ya'ni ro'zamizda komil bo'lishligi uchun mana shu sabab bor. Fidya nima desa, bir odam kasalligi sababli yoki qandaydir bir uzrli sababda hech qanday ro'za tuta olmaydigan yoki o'ta qari odam bor, 85-90 kirib qolgan, ro'za tutaman desa ham imkoniyati yo'q. Ana shunday bo'lib qolgan odamlarning zimmasida esa endi fidya bor. Fidyani mana shu fitrdan olinadi. O'zi aslida fidyani qanday olinadi desa, ulamolar aytadiki, har bir odam o'zi bir kunda yeydigan 3 mahal taomini pulga chaqadida shundan oladi.
Bir boy odam bor, 2 yil oldin telefon qilyapsizlar, domla mana shunaqa endi ro'za tuta olmadik, ba'zi sahar kasalligimiz sababli, xo'p, fidya berishimiz kerak. Qancha fidya bersak bo'ladi? Men aytdim, fidyani qancha chiroyli qilib bersa shuncha yaxshi desam, masjidlarda e'lon qilindi 2 kilo bug'doyni puli deyapsiz. Bu odamlarga sharmandalikda 2 kilo bug'doyni puli. Men aytdim, hoji aka, siz bir kunda bir restoranga kirsangiz nech pul ovqat yeysiz desam, "Ha, 300-400 ming ovqat yeyman" dedi. Ana shu 300-400 mingdan hisoblab berasiz. Sizning ishtahangiz shu. Bir odamni masalan ikkita nonga qorni to'yishi mumkin, to'g'rimi? Bir odamni ikkita nonga qorni to'ymaydi-yu. Bugun Nurafshon ko'chadagi eng arzon oshga borsangiz ham bitta osh, non, salat, choy bilan 40 ming so'm bo'ladimi? Bugun bir mahal ovqat yeysiz unga, 3 mahal yemaysiz ovqatni. Hech bo'lmaganda birodarlar kamida 50 ming so'm, 100 ming so'mdan ana shu fidya berayotgan odamlar kamida 100 ming bo'lsa 200 ming so'mdan fidya bersin. Shuni diyonatdan to'g'ri bo'ladi. Ana shu narsalarga birodarlar e'tibor qilishligimiz kerak. Endi so'z o'rnida aytamizki, birodarlar, mana zakot nisobini qaranglar. Zakotning nisobi bu yil 100 million bo'libdi. Tillarning narxi keskin darajada 1 yil ichida shu darajada ko'tarildiki, bu yil qancha odamlar zakot bermaydi. Zakot berish ham bir ne'mat ekanda. Zakot berish ham bir baxt ekan. 50 million, 60 million so'm pul aylantirayotgan odam zakot bermaydi-da bugun. 90 million so'm pul aylantirayotgan odam ham zakot bermaydi. 100 million bo'lishlik kerak zakot berishlik yoki shu miqdorda tillasi bo'lishlik kerak. Yo'qmi? Zakot bermaydi. Birodarlar, mana shu Alloh taolo sizni zakot beradigan sahiylardan, karamli kishilardan qilib qo'ygan ekan, Allohga hamd ayting. Ya'ni Alloh taolo sizni yaxshi ko'ribdi, molingizni o'stirayotgan ekan, zakotga qodir qilayotgan ekan, Allohga hamd ayting. Baxillik qilmang, qizg'anchilik qilmang. Bu molim demang. Mana shu sarflayotganingiz, mana shu berayotganingiz, mana shu qilayotganingiz qiyomat kunida sizga manfaat beradi. U dunyoda qolib ketganini bironta sizga manfaat bermaydi. Qo'lingizda bugun bor ekan, buni tasarrufini chiroyli qiling. Yaxshi o'rinlarda qiling. O'rinni topib, chiroyli holatda tasarruf qiling. Mana shu narsa biz uchun lozim bo'lgan narsalar. Mana qancha yetimlar bor. Qancha faqir miskinlar bor, qancha talaba ilmlar bor, ilm olayotgan. Ulug'larimizdan bir naqlni keltirishgan ekan, men shuni bir aytib o'taman deb o'tdim. Mashhur faqih Burhoniddin Marg'inoniyning shogirdlari Shayx Burhon Islom Zannuji rahmatullohi alayhi ta'limul mutaallimda bir narsani keltirar ekanlar. Bir qishloq yoki shahar ahliga o'sha joyda ilm talabiga chiqqan talablarning nafaqalari vojib bo'lar ekan. Zero ular kelajakda butun shahar yoki qishloq ahlidan farzi kifoyani soqit qiladilar. Aks holda butun shahar yoki qishloq aholisi gunohkor sanaladi. Mana shu narsani e'tibor qilishligimiz kerak. Mahallamizda bir talaba bor, o'qiyotibdi. Shu masalan kontrakt shartnomalarni to'lashlikka bugun masalan bizga telefon bo'layapti, ertalabdan beri Oliy Mahattan Ko'kaldosh madrasasidan qancha talabalar iltimos qilyapti. Domla o'qish harakatida yuribmiz, ilm harakatida yuribmiz. Kontrakt to'lashligimiz kerak, shartnoma asosida to'lashlikka qiynalyapmiz, zakotga muhtojmiz deyotganlar. Yordam qilishlik kerak shunaqalarga, birodarlar. Ilm o'zimiz o'qimayapmizmi? O'zimiz halol haromni tanimayapmizmi? Hech bo'lmasa halol haromni taniyotgan odamlarga yordam qilaylik. Shularga bir yordam qilaylikki, ertaga shularning manfaati bizga ham yetsin. Ertaga qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo jannat oldiga mana shu odamlarni keltirganda bilasizlarmi? Birinchi bo'lib mana shu ilm o'qitilgan olim kirmaydi. Birinchi bo'lib mana shu ilm o'qitilgan olimga pul to'lagan, bularni o'qitgan sahiy boylar jannatga ulardan oldin kirib ketib qoladi. Mana shu narsaga harakat qilishligimiz kerak. Ana shuning uchun Ramazon kelganda baxillik qilmaylik, birodarlar. Ramazon hali yana 20 kunimiz bor, 21 kunimiz bor. Mana shu kunlarda mollarimizni tasarrufini, hisob kitobini tezroq boshlab, chiroyli holatda ado qilishga harakat qilaylik. Ma'lumot uchun aytib qo'yamiz, bizda mana Toshkent viloyatidan 1000 nafarga yaqin yetim xonadonlarimiz bor. Hamma zakotga muhtoj. 1000 nafar ana shunday bir ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan odamlar bor. Har kuni masjid eshigida kelib, bular zakotga muhtoj. Bu yerda xizmat qilayotgan har bir odam omili zakot, ya'ni zakot tarqatuvchi hisobida bo'lganligi uchun mana shu joyga sahiy boylarimizni homiylikka, sheriklikka, yaxshilikka chaqiramizki, mana shu joylarga beraylik. Inshaalloh ayni o'rni bular 1 yil mobaynida o'rganiladi. Borib, xonadon yurib, bularning krediti bormi, qarzi bormi, nimasi bor, hammasi o'rgab chiqilingan. Ana shu xonadonlarga berishlikka birodarlar ozgina rag'bat qilaylik. Alloh taolo bizni shu topayotganimizga, molimizga o'zi barakot bersin, yaxshiliklarni bersin, berayotgan zakotlarimizni Robbil Azza va Jalla qabul aylasin.